İstanbul'da 5 fevral G'ulji qirg'inchiligida shehid bo'lganlarni xotirlash faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkistonning G'ulji shahri joylashgan o'rni sababli intayin muhim strategik bir shahar. Bu go'zal shaharda 1997-yil 2-oyning 5-kuni Ramazonning oxirgi kunlarida qonli qirg'inchilik yuz berdi. Xitoy saqchilari 1997-yil 2-oyda G'uljida Uyg'urlarning madaniyat kimligi va diniy hayotiga bo'lgan besimning kuchi sababdan kelib chiqqan tinch namoyishni qonliq bostirdi. O'tgan 26 yilda Sharq Turkiston xalqining azobi to'xtab qolmadi. 5 fevral G'ulji shahidlarini xotirlash va Xitoyning navbatdagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida Sharq Turkiston Federatsiya bilan Eli Uyg'ur Mashraf fondi jamiyati birlikda uyushtirilgan xotirlash faoliyati 3 fevral Zaytunburun va Qizil Chashma madaniyat markazida o'tkazildi. Xitoy taratqularının xabariga qaraganda, atalmış Şinjan aerodrom guruhining 2023-yillik xizmat yig'inida oshkorlashicha, bu yil mazkur organ 14-5 yillik plan bo'yicha 2025-yilgacha 8 aerodrom qurib, 14-5 yillik planning oxirigacha Sharq Turkistondagi fuqaroviy aerodrom sonini 33 ga yetkazishni planlagan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, zo'r turkumdagi yoshlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytish bilan birga o'rniga Xitoy oqqullarini yerlashtirishni tezlatmoqda. 1 fevraldan boshlab Xitoyda 4 kunlik ziyoratda bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy qurultayining raisi Chapakurosi Xitoy doiralari bilan bo'lgan suhbatda Uyg'urlar masalasini tilga olib qo'ymagan. Anadoluya agentligining xabar qilishicha, Chapakurosining bayonotchisi Paulina Kubiyak muxbirlarga qilgan so'zida Şinjandagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning kishilik huquqining dafsanda qilinishi Kurosining Xitoy doiralari bilan bo'lgan muzokaralarda kun tartibga kelmaganligini aytgan. Lekin Chapakurosi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari ishxonasining o'tgan yili e'lon qilgan dokladida Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan bo'lishi mumkinligini aytgan bo'lsa-mu, uningga ko'z yumish bilan ayblanib kelayotgan birdan-bir amaldor emas. Amerika Mudofaa Ministerligi Xitoyning bir josuslik havo sharining Amerika osmonida uchayotganligini bayqaganligini e'lon qilgandan keyin ikki davlat munosabati jiddiylashgan edi. Navbatda doiralar Latin Amerikasi osmonidami Xitoyga tava havo shari bayqalganligini bildirdi. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Xitoy ziyoratini boshlashiga 24 soat qolgan bir paytda yuz bergan bu voqeadan keyin Amerika tashqi ishlar kotibatligi Blinkenning 5 fevral boshlanadigan Xitoy ziyoratini kechiktirganligini e'lon qildi. Xalqaro pul fondi tashkiloti Xitoyning uy mulk krizisini hal qilish uchun texnik ko'p ishlarni qilish kerakligini aytdi. Xalqaro pul fondi tashkilotining Osiyo Tinch okean ishlari muavin direktori Thomas Helbeling Xitoydagi uy mulk krizisining texnik tugmaganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy doiralarining eng yangi siyosat tadbirlari qarshi e'lanadi. Ammo bizning qarashimizcha uy mulk krizisini tugutish uchun qo'shimcha qadam besishimizga to'g'ri keladi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić davlatining Yevropa ittifoqiga qarab yo'lga chiqqanligini, ammo Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga qo'shilishni xohlamaydiganligini aytdi.